Aka tabriklayman. Mana yangi texnikalar izli qutli bo'lsin, davomli bo'lsin, bundan zo'rlari bo'lsin. Aka endi bizani kelajakda oladigan mijozlarimizga nimaga buni tanladingiz? Shuni bitta izohini bersangiz aka. Buni tanlashimizdan sabab bu texnikadan oldin akalarimiz olishgan, o'zini ko'rsatgan. Xudo xolasa biz ham yaxshi niyatini oldik. Baraka toping, ularga davomli davomli bo'lsin. Xizmatdamiz. Sog' bo'ling. Tinchlik olib berishsin, yuzlik yorug' bo'lib, xizmatlar yaxshi qilsin.